mashina ham yetib keldi. Yigirmasi mana xaridorlar ham kelishibdi. Xolasa Sherzod akamni keldi. Sherzod akamni mana qo'ylarni tarozga chiqarib birgalikda mana 277 kilo. 277. Katta qolganlari kimimiz bor? Mana bu bittasi zot yo'nalishdagi 64 kilo ekan. Bo'ldi. Hayotni qarang-da, kelesdan qo'ylarni olib keluvdim, kelesdan xaridorimiz keldi. Zot yo'nalishda boqiladigan bitta qizili bor edi-ku, ana o'shani tarozdan tushmadi. 80 mingdan xudo xolisi baraka bo'ldi. Alloh barakasini bersin. 64 kilo chiqdi. Hozir yana bitta mametdan bitta tanlamoqchiman. Ko'rsating. Bo'ldi. Xudo xolisi mana Kamoliddin akam ikkinchi qo'zi qo'chqorni ham tanladi. Kelasi birgalik 118 kilo. Hozir mana shu ikkalasini hozir hisob-kitob qiluvdik. 9 million 170 ming bo'ldi. Hozir mana mamini ola qolay dedilar. O'shanga hozir alishtiradigan bo'ldi. Nargisini mana ikkalasi 24 deb hisobladik. 9 million 600 ga baraka bo'ldi. Bersin. Bular ko'zi quvontiradigan qo'chqorlar bo'lsa, Alloh aytsin. Sonlagan qo'ylarni xudo xolisa mashinaga ortdik. Qarang mana rizqda boya kelesga borib turib mashina qidirayotganimizda bitikda Yandexdagilar yo'q qo'y ortmaymiz deyishuvdi. Bular ortaman mayli, faqat teg bu narsa solib berarsizlar etuvdilar. Hozir mana kelesdan 460 mingga qo'ylari olib keldilar. Shu yerda o'zida yana bitta xaridor bo'ldi. Yana kelesga 250 ming so'mga mayli olib ketdim deb olib ketdilar. Qarang, qo'yda baraka bor-da. Mana obuna va izoh qoldirib yuksalishimizga hissa qo'shing.